Hayırlı bayram günleri hammagizga da tilab, bugungi topshiriqni boshlaymiz. Ham ekranlar oldina Eski Mostyak ovulida tug'ib, bugungi kunda Moskva o'lkasi Voskresensk shaharida umr surishi hurmatli millatdoshimiz Alimova Ko'zayeva Marisa Abdurakib qizin chaqirib olamiz. Bugun u o'zining 70 yoshlik motor yubileyli tug'ilgan kunini qarshilaydi. Ko'rkam g'amir bayrami bilan ixlosdan ona bir tug'an qardoshlar obisi Zinnat Abdurakibovich, Roza, Reisa ham Gulfiya oilalari bilan qutlab, jilli tilaklarini yetkiralar. 1953-yilning xizmat ham yoz bayramini tog'inda motorlik istab, atiyimiz Abdurakib Muhammadjon uli, aniyimiz Xalifa Hasan qizining ko'p bolali oilalarida bek qadrli bola bo'lib, bizning yaqinimiz yoqdi dunyoga ovoz sala. Baxtli kishining bir tug'an qardoshlari bo'ladilar. Mana biz de shular sonundan bo'lib yashaymiz. Bir uyada o'sgan bolalar hammasida o'z yozmishlari bilan qushlarday o'shib chiqib, turli yoqqa taralishib, o'z turmushlarimizni siramiz. Suyukli kishimizni g'umr deganlari tug'an yoqlardan g'oyat yiroq olib ketdi. Tik shunga qaramasdan u g'umri bo'yi yiroq orani yaqin etib, har yil sayin atkayankay yonina qaytib, halidan kelgan shay yordam etib, hallarini bilishib yashadi. Qizg'anish bugun endi tug'an negizda o'tlar balqimay, atkayankay da bizni qarshilamay. Ammo shunga qaramasdan qadrli singilimiz, yaratgan opamiz tug'an yoqlarin, qardoshlarin unutmisha, har vaqt tig'iz ilmtada bo'lib, motor aralashib yashaydi. Ovul jerinden ketib, Moskva yoqlarına o'rnashqach, onun yanashasına barliq plemianniklari, plemiannitsilari da tortila boshladilar. Ul birsinden de kiri bosh tortmadi. Kirisincha halinden kelgan qadar yordam qo'li suzib, ularni qarshilab, o'rnashtirishga tirishdi. Onun keng ko'ngili, ili yuragi barchabizga da yetdi. Apabizning qonaqqa qaytuvin bek kutib olamiz. Hurmatimiz, muhabbatimiz de ona qarata cheksiz deyarga kerak. Seyiklimiz g'umr barishında da sinatmadi. Motor oilasida o'zi simon kurkli bolalar o'stirib, bugungi kunda endi aniqlarin o'stirishga yordam etib yashaydi. Loyiqli yo'lda bo'lsa da tik turishga yaratmay, ting'isiz jon hamon nidir ishlarga umtila. Bugun yubiley kunida tug'an yoqlaridan iriguli salom bilan birga hurmat, muhabbatimizni da yo'llaymiz. Qadrli opamiz, seni yubileying bilan qutlab, eng ixlos, yoqti, jilli tilaklarimizni yo'llaymiz. Sog'lig'ing har chaq niq, ko'ngling tinish bo'lsin. Har tuartang senga sevinishli xabarlargina ketirsin. Ovru sirxovning, qayg'u hasratning ne ekanini bilmisha, yaqinlaringning yaratuvin, ehtiromini to'yib, baxtli, uzun g'umr kechirishga nasib bo'lsin edi. Gul shunday shod, kulash yuzli, ezgi ko'ngilli, yumart ham yordamchil bo'lib qol. Olg'a tabada shodliqli, emin turmushda yasharga yozsin senga. Do'st tug'andan qadrliroq dilar. Ishonmag'iz, bu so'z shir yolg'on. Do'sting bitul bir qorinda yotib, ikin bir onadan tug'magan. Do'stlaringga sirim shisholmisha, dilim tishlab qolgan shotlarda yori opam bor deb quvonamda, jonim yorib salam opama. Biz bit bir qorinda yoralganlar, bir onaning nisha ko'z nuri. Nindigina xalga taraganda da unutmasak edi biz shuni. Dunyo bit bu. Shulay bo'lg'ach qayshaq bo'lib o'pkalashgan shoqlarda. O'pkalashdik deb shiddiyatlardan til tidirtman g'aziz opama. Opam, unutmasak edi. Biz bu yerda mangu tug'illar. Totuliqda o'tsa edi bizning olda yashayashak g'umrlar. Hurmatli Marisa Abdurakibovna, yiroq oralarni yaqin etib, tug'anlaringizning muzikal bo'lagida sizga yo'llaymiz. Qabul etib oling'iz. Kengashimda, mening turmushimda siyosima yurak sirlaring, har joq kerak sening kengashlaring, shin ko'ngildan aytgan so'zlaring. Sen opam motor tilaklarim, baxt tilim bayram kuningda, uzun g'umr bersin Xudoy deyib, qobatliman mena bugunda. Sen opam motor tilaklarim, baxt tilim bayram kuningda,
Анарга иядер син апам, туганлыкның кадерен беләсең, фәрештәдәй изге җаның белән безнең хәлгә һәр чак керәсең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыйм мен менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыйм мен менә бүгендә. Saf күңелең, ылы йөрәгеңдә, һәр вакытта синең изгелек, бер-береңә шатлык бүләк итеп, яшик апам, яшигер килеп. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыйм мен менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә, озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыйм мен менә бүгендә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыйм мен